Assalomu alaykum. Men keldim kartalarimni ko'tarib, kayfiyatlar yaxshimi? Sizdan nima ketib, nima kelyapti shuni ko'ramiz. Ko'z oldingizga hech narsani o'ylamaysizda. Qanaqa energiyadaligingizni, qanaqa holatdaligingizni ko'ramiz. Nima gap so'z? Men kerak bo'lsa albatta 97 487 50 50 nomerida bo'laman. Rosa ham yarki odamsiz, qandaydir tanlovlarda turibsiz, kimnidirni yaxshi ko'rishingiz bor, rosa ham открытый, qalbi toza, ochiq, hammaga yaxshi ko'ngil bilan, yaxshi energiyada qaraydigan insonsiz. Lekin sizga menimcha shu kачестволарingiz hisobiga, shu insoniylik hislatlaringiz hisobiga siz ko'p udar yeysiz shekilli, yaqinlaringizdanmi yo yon atrofingizdan. Endi birovdan yemaysiz kuchli udarlarni. Основной yaqin insonlaringizdan yeysiz. Bu yerda keyin qanaqa odamsiz? Chiroylisiz, didli kiyinasiz, o'zingizga qaraysiz, keyin o'zingizga vnimaniyani, e'tiborni tortib turadigan insonsiz. Даже menimcha shirin hidlaringiz ham kelib turadi bu kartalarga qaraganda. Masalan, keyin hozirda bu yerda siz erkak kishi bilan munosabatlaringizni bu yerda ko'rsatyapti. Erkak kishi bilan munosabatlaringiz rosa yaxshi energiyalarga kelib, yokida qandaydir tanlovda turganingiz ham bu yerda ko'rinyapti. Juda ham siz o'zingizga jozibador tortib turadigan odamsiz. O'ynataman desangiz, har qanaqasiga odamni o'ynatib qo'yasiz. Xitrlik qilaman desangiz ham qilib qo'yasiz, lekin o'z aslida qalbi toza insonsiz va juda ham harakatchan, go'zal, hayot uchun kurashadigan, mehnatdan qochmaydigan, adashmasam ham tashqi ko'rinishingiz, figuralaringiz ham chiroyli. Shunaqa erkak kishi oldingizda erkak kishi bor bo'lib turganini bu yerda ko'rsatyapti kartalar. Xo'p, sizdan nima ketib, nima kelyapti? Endi bitta kartada ko'ramiz. Sizdan nima ketib, nima kelyapti? Sizdan nima ketib, nima kelyapti? Ko'p narsalarni his qilishingiz, ko'p narsalarni sezishingiz, bilib turishingiz, balkim menimcha уже undan tashqari menimcha siz oldin уже kimdir o'tib qolishini ham sezganmisiz bu yerda bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin kuchliroq siz tarafga negativniy energiyalar, negativniy holatlar qilgani, shu magiyalarning ta'sirida siz haligi ko'pchilik orasida menimcha уже qandaydir yerga urilishingiz, shunaqa yomon narsalarga tushib qolganingiz, yomon holatlar, umuman haligi birovlarni podstavalariga birovlar siz uchun yomonlik qilyapti, shu narsaga siz tushib qolganliklaringiz bu narsaga ko'proq qora kuchlarning ta'siri bo'lganliklarini ko'rsatyapti. Rosa ham shuni holatlar orqasidan hayotingizda qiyinchiliklar, ketma-ketlikda problemalar, provallar, yomon holatlar bo'lganliklari bu yerda ko'rinyapti. Menimcha shu narsalar keyin siz haqingizda juda ham g'iybatlar ham bu yerda, keyin pul taraflama ham minusga kirib ketganliklaringiz. Shu narsalar menimcha sizdan ketyapti. Siz уже bu holatlarda уже yengib yashab o'tib, taningiz bilan, energiyangiz bilan уже prorabатывать, hazm qilib уже o'tkazayotganingiz bu yerda ko'rinyapti. Keyin nimalar kelyapti? Birovlarning o'yinlari, birovlarda sizni nazorat qilib, sizni tekshirib, siz bilan olishib, sizga teng kelaman deydigan narsalardan уже bu narsalar sizdan ketyapti. Sizga kelayotgan narsa qandaydir qalb xotirjamligi kelyapti bu yerda. Qandaydir ishonchli insonlar, balkim ishonchli insonlar bo'lmasa ham bu yerda qandaydir ehtiyot bo'lib turing, ishongan insoningizdan udar yeb qolishingiz ham mumkin. Judayla hammaga, lekin udar yeyapsiz, lekin baribir ham u narsadan siz yoki bu yerda udar yeganlaringiz уже davolanyapti, уже shifo topayotganingiz, dardingizga shifo topayotganingiz bu yerda tushyapti. Undan tashqari qandaydir nimalardadir ikkilamchilikda bo'lishlaringiz bu yerda ko'rinyapti. Qandaydir balkim bo'lishi mumkin sizga qilingan yomonliklarda siz u odamga qaytayotganda yoki u odam
уже qiling siz yomonlik qilganliklari uchun уже javobgarliklar bo'lishlarini siz bu yerda ko'rsatyapti. Shu narsalar sizda bo'lish ehtimoli borligini bu yerda ko'rsatyapti. Nimada ikkilamchilikda turganligingiz ko'rinyapti. Nimada ikkilamchilikda turibsiz, shuni ko'raylik-da. Bu yerda astoydil mehnat qilayotganingiz, mehnatmi yokida tinchlik, pakoymi, qandaydir keyin o'zingizni erkak kishi bilan munosabatda orasida ham qandaydir sizga nisbatan bo'lishi mumkin. Yaqinlik taraflama ham qandaydir отношенияda bu narsa siz uchun og'ir, lekin shunga bo'ladigan shunaqa tanlov bo'lish ehtimoli ham borligi bu yerda ko'rinyapti. U tanlovda turganingizda aytilyapti. Yana nima kelyapti sizga? Sizga yana nima kelyapti? Naglый o'zinikini ko'rsatadigan inson qandaydir yuzini ochishi bu yerda ko'rinyapti. O'zini ko'proq yaxshi ko'rishi, menimcha partnyoringizmi yo shunga o'xshagan yaqin insoningiz taraflama bu yerda gapiryapti. Haqiqiy yuzi ochilishi, siz haqingizda har xil g'iybatlar qilishi bo'lishi borligi ko'rinyapti. Ehtiyot bo'lib turing, shuni orqasidan o'rtanglarda katta janjallar, shunaqa holatlar ham bo'lishi borligi ko'rinyapti. Balkim bo'lishi mumkin ba'zilarda agarda homilador bo'lib qolish ehtimolingiz ham bor. Hammada emas, lekin ba'zilarda точно homiladorlik tushyapti inshaalloh. Shunaqa gaplar, qalbingizdagi og'riqlar, qanday qalbingizda cho'chishlar, og'riqlar bo'lishi borligi, lekin baribir ham siz o'zingizga hammani tortib turishingizni, ko'proq siz o'zingizni bo'lib o'tgan holatlarni hisobiga ko'proq siz o'zingizni qobig'iga kirib olishingiz bu yerda ko'rinyapti. Bu yerda keyin undan tashqari ayol kishi bilan munosabatlaringizda уже qandaydir kelishmovchiliklar bo'ladi va u ayol kishi bilan munosabatlaringiz ayriliqda bo'lishi bu yerda ko'rinyapti. Shunaqa narsalar bo'lish ehtimoli bor. Qiyinchiliklar tushyapti sizga. Qiyinchiliklar bo'lishi borligi-yu, lekin menimcha qandaydir уже siz o'zingiz qo'ygan oliyroq maqsad, siz uchun muhim bo'lgan holatlarda oldidagi qiyinchiliklarni ham bu yerda ko'rsatyapti. Yana nima bo'lishi bor? Qandaydir qarzlaringizni yokida birovga berishingiz kerak bo'lgan pullarni to'lovini qilishingiz ham borligi bu yerda ko'rinyapti. Bu yerda muhimi sizga уже qiyinchiliklar ortda qolib, yaxshiliklar, yaxshi xabarlar, yaxshi emotsiyalar, xursandchiliklar kelishi borligi ko'rinyapti. Qizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, paka-paka.